11. pora. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azotatidan qaytib kelgan cheg'inglarda ular sizlarga g'azotdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zir bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zir bayon qilmanglar. Sizlarning so'zingizlarga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni va dillaringlardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amallaringlarni ko'rib turadi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yo'shirin va oshkora ishlarni bilguvchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib beradi degan. Ular ya'ni munofiqlarning yeniga qaytib borganlaringlarda ular sizlarning ularni ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zrilar bayon qilib Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliginglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Arabiylarning, ya'ni qir arablarning kufri va munofiqligi texmo ziyodadir. Allah payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Arabiylardan ba'zilari Allah yo'lda bergan narsalarni seliq hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchirsin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uvchi, ishlarini bilib turg'uvchidir. Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lda bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostilla Allohga bo'lgan yaqinchiligiga erishadi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Alloh haqiqatan mu'min bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va nasorilardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda arabiylardan munofiqlar bor. Madina aholisidan munofiqlikda ching turadiganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim yana dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga yana do'zax azobiga qaytariladi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Alloh ularning tavbasini qabul qilishi mumkin. Allah haqiqatan tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularning gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki sening duoying ularga xotirjamlik olib keladi. Alloh ularning so'zini anglab turg'uvchi, niyatlarini bilib turg'uvchidir. Ular yana tavba qiluvchilar Allah'ның öz bəndələrinin tövbəsini qəbul qıldığanlığını, xalis niyətli kişilərinin sədaqəsini qəbul qıldığanlığını və Allah'ның tövbəni bəkmə qəbul qıldığanlığını, nəhayət mehribon ikənligini bilməmdi. Ularga aytqin ki, xalığan əməllərini qılыңlar, qılğan əməllərinizləri Allah'ның peyğəmbəri və müminlər görüb durur. Yoşurun və aşkara nərsələrini bilgüçi Allah'ның dərgahına qaytarılsınlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Yana bir qism jihadga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, yana ularning ahvolini bilib turg'uvchidir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Ba'zi kishilar mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirish, mu'minlarning orasini buzish, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qiladi.
Allah guvohlik berdi-ki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kunidan tartibla taqvolik ostiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Allah ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi. Dinning binosini Allohning taqvodorlik va Allohning roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yarning girvigiga qurib, o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Toki ularning yuraklari pari-pari bo'lib o'lmagicha, ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillardagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qolaveradi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki, Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan. Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qiluvchi kim bor? Qilgan bu savdonglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ular gunohlardan tavba qiluvchilar, ixlos bilan ibodat qiluvchilar, Allohga hamd sano etuvchilar, ro'za tutuvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib yomon ishlardan to'squvchilar, Allohning belgilamalariga rioya qiluvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, cheklanganlardan saqlanuvchilardir. Ey Muhammad, yuqoridagi sifatlarga ega mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarlarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqiridan bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilingan va'dasini o'rindash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi. Allah bir qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. Allah o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Allah haqiqatan payg'ambarning va uning qiyinchilik paytida agashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'liq marhamatlik, nihoyatda mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qiluvchidir, bandalarga nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi va ularning atrofidagi arabiylarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qolib qilishi o'zlarining aromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu ya'ni ularni jihadga chiqmay qolib qilishdan ma'ni qilish, shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchirgan ussuzlik, tortgan jafo mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami dushmanlar ustidan erishgan, ya'ni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, yana savob yoziladi. Allah albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofasi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi.
Mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi shart emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqqan ekan, ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmadi? Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Sizlarni ular qattiq his qilsin, ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'irmasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu yana sura qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu yana sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ular kofir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim siniladiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinadiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi. Ibratmi olmaydi. Ular payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biroz sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarashib, sizlarni biroz ko'rib qolarmi deyishib tikiydi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartirdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. O sizlarning hidoyat tepishinglarga erisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyat kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iymon etishdan yuz o'risa, sen Alloh menga kifoya qiladi, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir, uningga tavakkul qildim. U buyuk arshning parvardigoridir degan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10. sura Yunus Mekke'de nazil bo'lgan 109 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmet kitap, yani Kur'an ayetleridir. İnsanların biriga, yani Muhammed aleyhisselamga, insanlar yani kafirlarni Allah'ın azabından agahlandırgan, mu'minlarga Parvardigorning dargohida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganliklari bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu haqiqatan oshkor sehrdir dedi. Shubhisizki sizlarning Parvardigoringlar Allohdir. O insonlarni zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah xaloyiqning ishlarini o'z hikmatiga muvofiq idora qilib turadi. Qiyomat kuni har qanday shafaat qiluvchi oldi bilan Allohning iznini oladi. Ana shu Alloh sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar, vaz nasihat olmamsizlar? Qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytasizlar. Allohning va'dasi haqdir. Shubhisizki maxluqotni dastlabda Alloh yaratgan. Ularni halok qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildiradi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufr tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh quyoshni nur chashquvchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Alloh ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r manfaat uchun yaratdi. Allah oyatlarini qudrati ilohiyatini biladigan va uning hikmatini fikr qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonlarda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Shubhisizki biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilanlar rozi bo'lganlar va uning bilan aram topganlar bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar. Ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi.
Shubhisizki, iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarning Parvardigori ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar eqib turadigan nozi ne'matli jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salimi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri Jimi hamda sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar Alloh kishilarga talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularga ajali cho'qim yetgan bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tangirqab yurishiga qo'yib beramiz. Insonga biroz ziyon zahmat yetsa, yotsimi, o'ltirsimi, tursimi, uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib olsak, go'yo uni ko'tarib etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtiradi. Haddidan oshquvchilarning qilmishlari ularga shundoq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgirki ummatlar zulm qilganda haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambari ro'shan mo'jizalarni olib kelgan edi. Ular payg'ambarlar olib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qiladiganliklaringizni ko'rish uchun ularni yana o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni zaminda o'rin bosar qildik. Ularga bizning oyatlarimiz ro'shan tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, yana azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgartib, ilohlarimizni so'kkanning o'rniga madihila haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Oranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allohga yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erishamaydi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsaga cho'qinadi. Bular Allohning dargohida bizga shafaat qiluvchilar deyishadi. Ajaba osmonlarda va zaminda bundaq narsa yana Allohning sheriki yoki shafaat qiluvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beryapsizlar? Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni haq dinda edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Parvardigoringning oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ular yana ahli Makka nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiz tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'ayibni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltiradi. Men faqat tabliq qiluvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubhisizki, menmi sizlar bilan shuni kutguchilardanman. Kishilarning beshil kelgan ziyon zahmatni ko'tarayotgandan keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mekr ishlatishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mekri uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mekronglarni yezib turadi. Alloh sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildiradi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda mengayotgan, bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdil bo'ron chiqib, kema o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemidagilar qo'rshivilinganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan narsalarni tashlab qo'yib, "Ey Alloh, agar sen bizni uningdan yana balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Alloh ularni qizg'andan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzg'unchilik qiladi. Ey insonlar, buzg'unchiliginglarning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning o'tkinchi ne'matlaridan bahramand bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar.
sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishida, ne'matlarning o'tkinchi bo'lishida, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida, biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari o'nib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan, hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egalari uningdan mo'l hosil olishga jazm qilib turgan chaqda, nagahan kechisi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlarni tunugun, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay o'rib tashlagandek qilyaptik. Fikr yurgizdigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Allah kishilarni omon joyga, ya'ni jannatga chaqirdi va qolgan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qoriliq va xorliq qoplamaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uvchilardir. Dunyoda yomon ishlarni qilguvchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi zot bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining parchasi bilan o'ralgandek qarayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mu'minlarni, kofirlarni hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga, sizlar Allohga sherik keltirganlaringlar bilan billa o'rninglarda medirmay turinglar deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Ularning sherik keltirganlari aytidi: sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishga Alloh kifoyiki, sizlarning bizga chuqunlig'inglardan biz g'ofil edik. Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallar ustida sinaladi. Ya'ni yaxshimi yomonmi, uning natijasini ko'radi. Ular haqiqiy egasi Allohning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilganlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giya undirib, kim rizq beradi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqaradi? O'lik shaylarni tirik shaylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim iroda qiladi? Ular bularga javoban Alloh deydi. Aytqinki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Yuqorqidek cho'ng ishlarni qiluvchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar. Ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nemishqa imondan yuz o'rib gumrohlikka burilib ketisizlar? Parvardigoringlarning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning sherik keltirgan narsalaringlarning ichida mavjudotni yo'qdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudotni yo'qdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladi. Nemishqa haqdan botil tarafga burilib ketisizlar? Aytqinki, sherik keltirgan narsalaringlarning orasida haq yo'lga yetaklaydiganlar bormi? Aytqinki, Alloh haq yo'lga yetaklay oladi. Haq yo'lga yetaklay oladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki haq yo'lga yetaklay olmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan narsalarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nima bo'ldi? Nemishqa mundaq botil hukm chiqarsizlar? Ularning to'lisi faqat farazga tayinadi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki, Alloh ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu Qur'onning Allohdan boshqasi tarafidan vujudga chiqarilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Alloh belgilagan ahkomlarni bayon qilguvchidir. Uningda hech shak yo'qdir. O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganlik kishilarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror so'rini keltirib beqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmi
o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'ldiganligiga qarab boqqan. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Parvardigoring buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda chang tursa, mening qilgan amalim o'zim uchundir, sizlarning qilgan amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening qilgan amalimdan sizlar ado judosizlar, sizlarning qilmishinglardan menmi ado judoman. Ya'ni birov boshqa birovning qilgan gunohlariga javobgar emas degan. Ularning ichida sen quloq soladiganlar bor. Sen g'aslarga anglata olamsan? Ular aqlni ishlatmaydigan tursa, ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganliklaridan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Sen ko'rlarni hidoyat qila olamsan? Ular haqiqatni ko'rmaydigan tursa, shubhisizki Allah insonlarga qilchi zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Allah ularni hisob elish uchun yig'adi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilinadi. Ular o'zaro tanishadi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilingan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Toki uningdan ilgari seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldir bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Alloh ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Alloh xohlamaslar, men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda, ular birdammi kechiktirilmaydi, birdammi ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchi, agar Allohning azobi sizlarga kechsa yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda, ondan uningga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxir qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar, sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyildi. Ular sendan u ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rasmo deb so'raydi. Sen ha, Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir, sizlar qochib qutulolmaysizlar degan. Agar har bir zulm qilgan odam zamindagi hamma narsaga ega bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yoshirin tutadi. Ularning yana xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastilla osmonlardagi va zamindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastilla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular yana insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Alloh o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlar Allohning dargohiga qaytisizlar. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dilinglardagi dardga shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning yiqqan dunyo mollaridan yaxshidir. Aytqinki, aytib yiqinglarcha, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Alloh sizlarga bunday qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qanday o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi? Shubhisizki, Alloh insonlarga marhamatlidir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lgan, Qur'ondan qaysi narsani o'qigan, sizlar qaysi bir ishni qilinglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni ko'zitib turamiz. Osmon zamindagi zarrachaqliq narsa va uningdan kichik
yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi lavhul mahfuzda xotirlangandir. Rastilla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda nozu ne'matli jannatga kiradiganligi bilan xush xabar beriladi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning so'zi seni qayg'uga solmasin. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Allah sana madadkordir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini bilib turg'uchidir. Rastilla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Allohdan boshqaga butlarga cho'qinadiganlar faqat yo'qolan farazgala tayinadi, ular faqat jo'ylaydi. Ey insonlar, aram elishinglar uchun Allah sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. İbret quluqi bilan anglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular yani kafirlar Allohning bolasi bor deyishdi. Allah buningdan pokdir. Behojatdir. Osmonlardagi zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning bolasi bor degan bu so'zinglarga hech qanday pokitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan nijotlikka erishamaydi. Ular bu dunyodan ozg'in vaqtli bahramon bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarga Allohning oyatlarini aslatishim og'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qaslaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga g'uvo bo'lib qolmasin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan haq so'rg'unim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim" dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemada billa bo'g'uvchi mu'minlarni qutqizdik. Ularni yana biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rinbosari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantiriluvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdik. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular yana payg'ambar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrda haddidan oshquvchilarning dillarini ana shunday pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nlariga nurg'un mo'jizlar bilan avatdik. Ular iymon etishdan bo'yin tovliq qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat kelgan chaqda, ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. Musa sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr demsizlar? Ajaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. Ular sen bizga ota bo'g'larimizning dinidan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ishkonlarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ishkonlarga ishonmaymiz dedi. Fir'avn mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga "Og'amchi va ostilaringlardan tashlamoqchi bo'lganlarni tashlanglar" dedi. Ular tashlaganda Musa sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzimaydi dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi Allah pakitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'avn va uning qavmining cho'nlarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'avn ziminda, ya'ni Misr ziminda shak shubhasiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquvchilardandir. Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar" dedi. Ular aytdi: "Allohga tavakkul qildik, Parvardigorimiz,
zalim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Bizni rahmating bilan zalim qavmdan qutuldirg'in. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uy yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar, mu'minlarga dushmanlar ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa aytdi: "Ey Parvardigorimiz, Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Ey Parvardigorimiz, ular buning bilan kishilarni ozdirdi. Ularning mol-mulkini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Ular qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi." Allah aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar, nadonlarning yo'liga ergashmanglar." Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'q, men musulmonlardanman dedi. Uningga deyildiki, hayotdan umid uzilganda, "Endi iymon etamsan?" Ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Senden keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizimiz. Nurg'un kishilar shak shubhisizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhisizki biz İsrail avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rlashtirdik. Ularni pak narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Mobodo sen sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan Yahudi va Nasaralardan so'rab boqqan. Shubhisizki sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qiluvchilardan bo'lmagan. Sen hergiz Allohning oyatlarini inkor qiluvchilardan bo'lmagan. Undaq bo'lsang, ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shahar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib etgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajal yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramon qildik. Agar Parvardigoring xolisi edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribdor qiladi. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zlanglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi olmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Men sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguvchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mu'minlarni azobdan qutqizdik. Mu'minlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning ilohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga batil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangan mushriklardan bo'lmagan. Allohni qo'yib sana foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmagan. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm qiluvchilardan bo'lasan. Agar Alloh sana bir ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dafi qiluvchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana bir yaxshilikni iroda qilsa, Allohning fazilini qaytaruvchi bo'lmaydi.
Allah fəzilini bəndələrdən xalğan bəndəyə yetkizidi. Allah bəndələrinin günahını məğfirat qılğucudur. Ulağı mehribandır deyildi. Ey Muhammed, aytqin ki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haq din keldi. Kimki hidayet tapadi ekan, o'zining foydasi uchun hidayet topgan bo'ladi. Kimki ozidi ekan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammed, sana nazil qilingan vahiyga ergashgin. Allah sen bilan ularning orasida hukm chiqarg'icha dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidagan. Allah eng haqqoniy hukm chiqarg'uvchidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11-sura Hud. Mekkede nazil bo'lgan 123 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmet bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor Allah tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilish puxta, aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki bu kitob sizlarning Allohdan boshqasiga ibodat qilmasliginglar uchun nazil bo'lgan. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan ogohlantiruvchi va xush xabar berguvchiman. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramon qiladi. Yaxshi ish qiluvchiga qilgan yaxshiligining savobi beriladi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, sizlarning qiyomat kunining azobiga qilishinglardan ansirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Allah har narsaga qodirdir. Rastilla ular, ya'ni kofirlar, Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yoshirinish uchun yuz o'raydi. Rastilla ular kiyimlari bilan chumkinib olganlarida Allah ularning yoshirin va oshkora ishlarini bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagini bilguchidir.